Dehqonchilikda qilingan mehnatning mahsuli bu albatta yetishtirilgan mo'l hosildir. Hosil cho'g'i baland bo'larkan, demak mehnat ham shunga yarasha bo'lgan. Ammo yana bir omil borki, bu ham bo'lsa paravar natijada ham mehnatni, ham sarflangan vaqtni hamda o'sha biz ta'kidlagan mo'l hosilga bo'lgan ishonchni oqlaydi. Bu ham bo'lsa yerning unumdorligi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekan. 6 boshqa. Mineral o'g'itlar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini jadallashtirishning iqtisodiy jihatdan eng samarali yo'lidir. Faqatgina me'yorlarga amal qilinsa. Birgina Qashqadaryo viloyati misolida olganda afsuski, fermer xo'jaliklari tomonidan qo'llanilayotgan agrokimyoviy tadbirlar natijasida mineral o'g'itlardan foydalanishda me'yor buzilishi holatlari uchramoqda, deydi mutaxassislar. Muborak, Mirishkor, Nishon, G'uzor kabi tumanlarimizda fermer xo'jaliklarimiz o'zboshimchalik bilan yerga mineral o'g'itlar qo'llash hisobiga tuprog'imizning struktura qatlam tuzilishi buzilib boryapti. Ortiqcha mineral o'g'it bersa, birinchidan fermer dehqon xo'jaliklarimizni kistasiga, ya'ni iqtisodiy ziyon bo'ladi. Ikkinchidan tuprog'imizning struktura qatlamiga buzilib yoradi, ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday holatlarning oldini olish maqsadida bugun viloyatda ko'chma mobil laboratoriyalar tashkil etilib, dala maydonlarining o'zidayoq fermer, dehqon, aholi tomorqa yer egalari uchun xizmat ko'rsatilib, nazorat tahlil ishlari olib borilmoqda. Tuproq namunalari va zararli organizmlar o'rganilib, ularga qarshi kurash choralari ko'rilmoqda. Bugungi fermer yildagidan ko'ra mana ilmga asoslanib mana bilan ishlayapti yaxshi. Bular maslahatini beryapti. Ish qilib hosildorlarga hosilga qo'shishyapti. Albatta, ilmga asoslangan sohagina taraqqiyotga yuz buradi. Jumladan qishloq xo'jaligi ham o'g'itlash tizimini ishlab chiqishda ekinlarning biologik xususiyatlarini, rejalashtirilayotgan hosildorlikni, tuproq iqlim sharoitlarini, o'g'itlarning keyingi ta'sirini, almashlab ekish jarayonida tuproqdagi oziq moddalarning balansini, o'g'itlarning hosil sifati va tuproq unumdorligiga ko'rsatadigan ta'sirini hisobga olish zarur. Sohaga tatbiq etilayotgan zamonaviylik esa tuproq, o'g'itlar va qishloq xo'jaligi mahsulotlari tarkibini tahlil qilishda, zararli organizmlar kirib kelishi va tarqalishining oldini olishda dehqonlarga yaqindan ko'mak bermoqda. Agentlik tizimiga o'tganimizdan so'ng hozirgi kunda laboratoriyamiz eng oxirgi rusumdagi apparatlar bilan ta'minlangan hisoblanadi. Qashqadaryo viloyati qishloq xo'jaligida ilg'or viloyatlardan hisoblanganligi uchun bizlarga juda katta yordam qildi. Hurmatli prezidentimiz viloyatimizga 10 ta mobil laboratoriya bizlarga Qashqadaryo viloyatimizga keldi. Aniq va tez sifatli mineral o'g'itlarni, tuproqlarni analiz qilib beryapmiz. Dalaning o'zida birlamchi tahlillar o'tkazilib, uning natijalari bo'yicha aniq xulosalarning berib borilayotgani ham vaqtni ham ortiqcha mablag' sarflanishining oldini olishga xizmat qilmoqda. Viloyat agrokimyoviy tahlil markazi tomonidan joriy yilda mavjud 5093 gektar yer maydonidan tuproq namunalari olinib, tahlil ishlari olib borildi. Shunga asoslanib tuproq unumdorligi va iqlim sharoiti o'rganilib, zarur tavsiyalar ishlab chiqildi. Maqsad yer unumdorligini oshirish, o'simlik rivoji, mahsulot iste'molchiga yetib borguniga qadar amalga oshirilayotgan nazorat tahlil ishlari natijasida tabiatni, o'simliklar dunyosini va bu orqali inson omilini asrashdir.